endi ham judayam ko'p natija qaysi birini aytishga ham hozir hayron bo'layapman. O'zimda eng zo'r natija bo'lgani oyog'imda hashti bir 9 oy 10 oy oyog'imda bosib yura olmasdim, chap oyog'imda. Keyin bir kun o'g'lim siz buncha qiynalyapsiz deb doktorga olib bordi. Birato'la doktorga olib bordim, hatto birato'la MRT deydimi, nima deydi, shunaqaga tushirishga olib bordi. Keyin bundan chiqib kelib doktorga ko'rsatdim, travmatolog. Aytdi, ayog'ingizni operatsiya qilmasa bo'lmaydi deyishdi. Keyin aytdim, operatsiyasi qancha bo'lar ekan desam, $3000 dedi. Voy bu dedim, ungacha dedim dori darmon yo'qmi desam, ikkita uchta bitta emas, bir ikkita tabletkalar aytdi. Ichdim, lekin bir ham og'riq qolmadi. Keyin bir qaysidir nima deydik, mana ustozim bilan uchrashib qoldik. Ustozim aytdilarki, shu yerga yuring, shu yerda yaxshi narsa bor ekan, bir eshitib ko'ring dedilar. Gaplarini yerga qoldim, keldim. Alhamdulillah shu ustozimni uchratganimga ming bora shukr aytaman. Olib keldilar. O'sha kuni Akbar Mirzo tushuntirdilar. Keyin menga yoqdi, sразу aytdim, bo'ldi, erta kelib olaman dedim. Olib ichdim, alhamdulillah bir kurs ichdim. Shu sekin oyog'imda og'riqlar ketdi. Mana hozir bir kam 70 daman, lekin xuddi Chinozdan shetga qatnab turishda menga qolsa har kuni keladi. Faqat iloji yo'qligi uchun, uzoqligi uchun sal ora-tirada kelaman. Alhamdulillah oyog'im yaxshi bo'lganiga ming bora shukr qilaman. Bundan tashqari yana oshqozon osti bezingiz qancha bor nimaga tushsam, oshqozon osti bezingizda muammo bor deyardi. Haqiqatdan o'zim biladim. Ozginchagina non yesam mana shu qotib qolaverardi. Shunday non yeyishga shunday yaxshi ko'raman, lekin hech non yeyolmasdim. Lekin mana shu Garmonologusni ichib shunday mazza qildim, lekin buni bir 5-6 oy ichdim shekilli. Bir mahal ichib yurdim, lekin rosa natijasi zo'r bo'ldi. Alhamdulillah, hozir bemalol qancha bo'lsa yeyveraman, nima bo'lsa yeyveraman, Xudoga shukr. Savol, bir kursingizga necha pul ketdi? 1.980.000. Shundan mana shu oyog'im $3000 deganga alhamdulillah, Xudoga shukr. Shu 2 millionga ham yetdi, oyog'im yaxshi bo'lganiga beadad shukronalar aytaman. Yana natijalarim aytaversam, ayniqsa mana Zumray gel degan narsa juda zo'r narsa ekan, lekin yaqindagina navaram bilmadim, qayerga borib nima qilib, oyog'im mana barmoqchog'im bir mana shuncha kesib qo'yib, butun hamma yoqda qon qilib ketdi. Bir o'g'lim baqiradi, "Ona, tez ko'ring, mana navarangiz bunaqa bo'lib qoldi", deyapti. Shoshib qolganda, yugurib bora solib oldimda, "Men hozir sen nima ushlab turgan, mahkam ushlab turgan" dedim, ola solib surdim. Bir pasda qon to'xtadi. Bir 3 marta qo'yib bog'ladimda, haligi joyi aytdim, "Bolam, nimaga yaxshimi?" deb navaramni so'rasam, "Ona oyog'im yaxshi edi, oyog'im aytdim, nimaga tegizma deb mikrob tushmasin" dedi. Mikrob ham bu tozalaydi mikroblarni. Lekin bir necha kun desam bo'ladi. O'zi 3 marta bog'lab qo'ydim lekin. Keyin shu bilan oyog'i bo'ldi, yaxshi ketdi, butib ketdi dedi. Shunday qarasam, etlari butib ketganda, hech qancha vaqtim o'tgan yo'q lekin. Bundan tashqari yana bitta navara o'sha nima, bitta navaramdan kichkinasi yana. Oyog'ida bir mana shu oyog'im mana shu yuzasida bir shuncha joyda bilay, bu ham qayergadir nima qilgan aytmay yurdi. Qarasam, yeringlab jo'natdi. Bir martagina surdim. Bir marta surdimda, lekin 3 kungacha yechmayapti. Faqat mana shuni ustidan surdim xolos. Keyin har kun so'rabdim, "Oyog'ing yaxshimi?" desam, "Ey, yaxshiman, nima qilmang" dedi, "Xavotir olmang, yaxshiman" dedi, "Ketaver, yaxshiman" dedi. Aytib, "Bu yoqqa kelib ko'ray, sen oyog'ing yaxshi bo'lganini ishonch hosil qilay" desam, "Yo'q. Shu bir marta bog'laganimda 3 kun yechmay yuribdi lekin. Shunaqa yaxshi ketgan, yaxshi bo'lib ketdim, omajon zo'r ekan" deb qo'yadi. Yo bo'lmasa tomoqlari og'rib qo'ysam, darhol mana ozginagina issiqqina suvga eritaman deb bir no'xatdagina g'arag'ara qilib ichib yuboringlar, g'arag'ara qilib ichib yuborishadi. Tomoqlari ham yaxshi qoladi. Shu tomoq og'rigani albatta bolalarda temperatura chiqadi. Keyin temperaturasi ham tushib qoladi, yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr, lekin kichkina toyimizni hech onasini ko'ndira olmayman-da. Keyin bir kuni, "Siz dedim, hamma narsa ichirganingizdan baribir bu bolani dedim, rosa qiynayapsiz" deb yaqin mana bolalar o'rtasida juda ham qandaydir bir temperatura, injiqlik, shunday bir nima ko'payib ketganda bolalar o'rtasida. Keyin onasiga ham quloq solmamda, ozginagina issiq suvda oldimda, ozginchagina, shunchagina nima qildimda, ozgina nima qilib ichdi, yo'q. Bir pasda yaxshi bo'ldi. Lekin onalar e'tibor bermaydi ba'zi onalarda. Lekin yashirib bo'lsa ham berib qo'yaman. Yo'q, yaxshi, ancha injiqlanib qoldi. Ukollarga olib boradi, boshqa yo'q, ukoldan ham, doridan ham bezorib qolganda, lekin mana shunda o'zi bir martagina ichirdim. Natijasi yaxshi bo'ldi.
Yana aytaversam rosa natijalar ko'p. Xullas, Sizlardan vaqtingizni ham olmay. Xullas mahsulotlar antivirusli, Albatta antibakterialni bu. deb mana yeringlaganda ham hattoki Mana mana aytyapman, yeringlar xona o'qib aytaman, o'zim qo'rqib qaltirab qoldim navaramni nima qilib. Azgincha mana shuncha kesib o'rgan ekanda, shisha kesib o'rgan. O'zi bilmaydi. Yana tag'in aytgancha bir tanishimiz oldin ular bilan bir nimalarda ishlagan edik. Bir kun bilmayman, kechki paytda telefon qilyapti. Gapirishga ham xor yo'q edi. Ha, nima bo'ldi desam aytadi. Bir oydan beri dedi, bir 6 million pulim ketdi. Biror joyim og'riganim qolmaydi dedi. Nima bo'ldi, nima yordam kerak mendan desam, hozir bu vaqt kech bo'ldi desam, bilmasam yordamingiz kerak, siz qayerlarda ishlayotgan ekansiz, shu narsalarni menga biror narsa bera olasizmi dedi. Men aytdim, endi doim первый помощь nimalarim turadi, zumla gelim desam, uni qanday ichsa bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan? Men aytdim, "Hay" dedim, "ichaman desangiz uydagilarni birortasini jo'nating" dedim. "Men ozgina bo'lsa berib yuboraman. Bir shunchaki nima qilib bir idishga soldim deb jo'natib yubordim." Keyin borgandan keyin darhol ozginasini men aytdim, "Yo shiming" dedim, "yo bo'lmasa suvga nima qilib eritorlik qilib shimib birpas turgan." Keyin birpasdan keyin sekin-sekin shu og'riqni sekinlashdi. Keyin birpasdan keyin telefon qilyapti. "Voy opa, bu nima narsa edi" dedi. "Nima bo'ldi, o'zgarish bo'ldimi?" desam, "Yaxshi bo'ldi" dedi. Keyin yana birpasdan keyin telefon qilyapti. "Voy, yana meni og'ritdi" deyapti. "Sizga dedim, sirasi ta'sir qildi. Men oldin tinchlantirgan ozroq. Keyin tinchlantirgandan keyin sirasi o'sha yerdagi muammolarni yechganda, keyin qo'zg'alish qilgan." Men aytdim, "Mana xavotir olmang, bu sizda ishlayapti. Siz chunki dedim, doim tabiiy narsa ichib yurasiz-ku" dedim. Mana oldin birga ishlaganmiz-da. O'sha tabiiy narsalar ichganingiz ham bu tabiiy narsalaringizdan ham dedim 100 chandon, 1000 chandon juda kuchli narsa dedim. Voy yaxshi ekan opa deb ertalab qarasam, xo'jayin mashinasida kelyapti. O'zim qoldim. Keyin "Ha, nima bo'ldi?" desam, "Kecha yaxshi yotdim opajon, boringizga shukr" dedim. Men aytdim, "Men emas" dedim, "Mana shu narsani" dedim, "natijasi u sizga ta'sir qilgan narsa, sizga natija bergani o'sha" dedim. Shundan keyin o'ziga kelib, bir vaqt kelib aytdi, "Menga" dedi, "olib kelib bermasangiz bo'lmaydi" dedi. Keyin olib borib berdim, hozir ham ichib yuribdi, hozir ancha yaxshi. Men aytdim, "Siz hali deb qolganlarni iching, deb undan ham yaxshi ketasiz" dedim. Hozircha ancha yaxshi. Aytaversam rosa ko'p lekin natijalar. Hozircha